Bizda aychi qizlarjonlar Numada aksiya ketyapti. Xullas detoks olasizmi, bolangizga vitamin olasizmi? Xullas 3 ta produkt olsangiz, 2tasi tekin. Bu yangi yilga, ya'ni novogodniy aksiya bo'pti. Har doim bunaqa bo'lavermaydi. Hozir ichayotgan narsam nima deyishingiz mumkin, bu kreatin, ya'ni usvayivach qilish uchun. Ana mashq qilganimda mishsalarimga xullas kreatin, ana zalga chiqadiganlar biladi. Yaxshi narsa. Ozgina qolgan yana bir qo'shim kerak. Xullas vitamin zakaz qilsanglar, voslan 3 ta vitamin olsanglar, 2tasi tekin. Xohlanglar detoks olinglar, xohlanglar detskiy vitamin olinglar. Bu